Potpichlar qo'shninikida ustalar ishlayotgan ekan. Tanga olib chiqyapman to'lovga. Qani ko'ramiz ustalarni. Imosaz nozman olib chiqyapman. Meyda ishlayotgan ekan. Olmanglar ustalar. Usta kelib, ishni ham bo'lib qolsizlar. Bu xizmat haqqidan qancha bo'ldi? Qo'shnim chaqirdi meni. 2 million so'm bo'ladi aka. Ha? 2 million so'm bo'ladi. 2 million? Bo'ldi, 2 million. Potpichlar bu savdomi demana bular ko'rgan yo'q. 2 million bo'lsa, mana to'kaman. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana shundan usta kelar, 2 million xizmat haqqilarni sanab olasizlar tangalardan. Ustaga naqd pulda beraverasiz. Qog'oz Yo'q. pulda aka. Bu ham naqd pul. Faqat tangada. Hamma joyda men tanga to'layman. Ha, buni biz qachon zarur bo'lamiz o'zi 2 soat chiqsa kechgacha ne? Yani usta kelar, ustalar ham olsin yozyapti hamma. Usta qo'shnim chaqirdi, tangada to'layvering deb. Sen eslayapmi yo'qmi? Ha, keylar endi buni sanaygan buni kechgacha sanaymiz-da endi bu pul. Potpichlar mana 3 ta ustalar ham sanab, tangada to'lab jo'natamiz. Bular natijniy patolog qilar ekanda, shunaqa xizmatlar bo'lsa ham e'tibor berasizlar ekan bularga mana. Figura aldiysizlarmi? Shunday hamma yo'q bilan kelib komplekt qilib ketishar ekan o'zlari. Jo'lli bag'i aloqa ochib qo'yaverasizlar. Tanga lekin hazildan tashqari bitta sananglar. O'tiring siz ham. Shariy, tezroq sanaysizlar, ana sheringizni ham chaqiring. Potpichlar va tangalarni ham ustolar sanashyapti. Qayerga to'layotganini yozinglar kommentariyaga.